Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatxonasiniki aziz ko'rurmanlari, bugungi suhbat programmamiz zamonaviy fan texnika va Uyg'urlar temasida bo'ldi. Uyg'urlarning zamonaviy fan texnikadan dunyoda qanday yangiliklar bo'layotidi, fan texnikaning o'zgarishi dunyoda qaysi kelyotidi, qanday yangiliklar kelib chiqadi, davomli xalqimizda bu nuqtada bilimga ega qilish uchun Yaponiyadagi Qavulchi Abdurimni bu haqda bir leksiya berishga taklif qildik. Assalomu alaykum Qavuljon. Uyg'ur choyxonasi suhbatxonasiniki ilm fan sayfisiga xush keldingiz. Bugungi bu naq maydon suhbatga qatnashganingizga ko'p rahmat aytaman. Hozir endi programmamizni boshladik. Qani suhbatimizni davom etsangiz bo'ladi. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Oldin qaytdim tunugangi programmamizda ozroq ishim chiqib qolganligi uchun sizlarni saqlatib qo'ydik. Xafamaysiz. Bugungi temamiz yangi yil kirgandan keyin zamonaviy fan texnika va Uyg'urlar degan temada leksiya so'zlashni boshlagandim. O'zimning Torbet kanali va Qalbil YouTube kanalim bor. Aşnanga agar egishvasan Uyg'urcha Kuanit yoki Stas degida bersangiz meninkidan boshqa chiq yo'q ekan qarab baxtim men. Shu ashni izlash oson. Uning keyin nima bu yuqori fan texnika va Uyg'urlar deb qo'ydim degan vaqtda biz mening o'zimning shaxsiy ko'z qarashimda, ya'ni o'zimning 2025 da men yuqori fan texnika, ya'ni Uyg'urlar uchun bir yuqori fan texnika jile qilib bekitaman deb qaror qilgandim o'zim. Chunki biz hammani qilib bo'ldik, irqiy qirg'inchilik kuni, madaniyat kuni deb bir millarimiz bor texe. Hadi eliq eshkula vasta nim bo'p degandik. Shunga biz o'zimizni taraqqiy qildirimiz, o'zimizning o'rnini saqlab qolamiz deydiganmiz. Hozirgi zamonaviy fan texnikadan egilishimiz kerak. Nima uchun degan vaqtda? Chunki 5 jon sanoat, men 5 bilib oldim, ba'zida 4 jon sanoat inqilobi deb qaraydi. Sanoat fan texnika yoki fan texnik sanoat inqilobi deb. Endi men 5 ga ayırib aldım. Chunki kildig'ini yana birisi bor. Kildig'in 5-chi qitimliqi bor. Men shuni qo'shib 5 jon sanoat inqilobi, fan texnika va sanoat inqilobi deb oldim. Endi ağaçlarda yo'qolgan davlatlar, bosh ko'targan davlatlar va orqada qilib qul bo'lgan davlatlar degan 3 turga ayrilib bilinib qoldi. Shuning uchun degan vaqtda biz yuqori fan texnika egallamasak, balkim 5 yil yoki 10 yildan keyin bizningki ishimiz tugaydi degan gap. Nima ish qildi desa degan vaqtda buloqmi manbadan uzilib qolgan zamatlar quriydi degan gap. Bizning manba vatan degan gap. Vatandan boshqa manbayimiz yo'q bizninkisi. Rossiya, istallar bor deyishim mumkin. Istallarda Uyg'urlar tayinliq madaniyatini saqlab qolganlar. Yanlar o'zimizning madaniyatini saqlab qolganlar shu o'zimizning vatani endi. Manba uzilgandan keyin manbani nemish uzildi deyman deganni boshqalar balkim Quayshow degan nimalarda TikToklarda balkim aloqalashtirayotganimiz mumkin. Ash muhitlarni ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Ashni bir ko'rib to'xtatib deb nega boradigan deb o'ylanib chiqish biz uchun ta'xirsiz bir masala deb qarayman. Shunga ana bu sanoat inqilobida yetishib olgan davlatlar va keyin qolgan davlatlar va sanoat inqilobida bir poyezdga o'xshatsak, shu poyezdga chiqib olganlar va u poyezdga eslab olganlar va u poyezdga chiqolmay qolganlar bor endi. Endi boshlab ketsak, birinchi qitimliq 5 jon sanoat va fan texnika inqilobining birinchisi degan vaqtda birislar 1750-yildan 1850-yilgacha, ya'ni 100 yil degan gap. Endi bu vaqtda nima ijod qildi degan vaqtda ijod qilingan texnikalar, masalan, par mashina, zavodlar, endi mexaniklashtirgan usullar degandik. Uning ikkinchi vaqtda dehqonchilikdan sanoat davlatiga aylandi. Bu vaqtda kuchga aylangan davlatlar, texnikada kuchlangan davlatlar, imperiyaga aylangan davlatlar degan vaqtda Angliya, Germaniya, Fransiya, Amerika degan sanoatlashgan bo'ldi bularni. Endi kichik davlatlar degan keyin qolgan davlatlar. Endi yo'qolganlar degan vaqtda Osman imperiyasi yo'qoldi. Osmanlılar imperiyasi yo'qoldi degan gap. Endi keyin Paris imperatorligi yo'qoldi degan gap. Uningda qarshi degan vaqtda Manju imperatorligi yo'qoldi degan gap. Endi shu birinchi qitimli sanoat nima ish qoldi bu? Chunki bayatni o'xshatgandik, bu sanoat inqilobidan bir poyezdga o'xshatsak, shu poyezdga chiqolmadi-da bularni. Chiqolmagandan keyin poyezd ketdi, ular qoldi degan gap. Endi Uyg'urlar qanday ta'sir etib keldi vaqtda?
Uyg'urlar u fan texnik taraqqiyotga kiremdi. Faqat klassik yani nima deymiz endi. Mandal qo'polroq gap qilgan vaqtda haptik o'qishlarda qoldi. Boshqa narsaga hech qanday bir narsa urilshamadi degan gap. Chunki bilasizlar bizningki Saidiya xonligi ninki oxirgi yillariga 1750-yillar degan. Buni u vaqt nima qilyapti? Bir nereden kelganligini, nereden chiqib qolganligini bilgin olmaydigan bir maxluqdan birisi keldi bizning tuproqlarga. Uning uchun degan vaqtda aslida o'zining taraqqiyotini ya'ni normal ilib ketib qolgan haqiqiy o'zininki dini olan islom dinidan ketib qolgan taraqqiyot moslashib ketib qolgan bir insonlar uningdan qo'l uzib nima qoldi? Tilamchilik qilishdan qoldi degan gap. Masjidning maydonlarida dapchelishdan qoldi degan gap. Uningga qarshi chiqqanlarcha uning qarshi chiqqanlarini o'tadi degan gap. Buning isbotini men demasam tarixga varaqlab baqsanglar mana men deb bor degan gap. Shunga bosh ko'targan vaqtda birdan chiqqan vaqtcha uni kesib oladi degan gap. Ko'tarilib chiqqan vaqtcha, hammasi ko'tarilib chiqqan vaqtcha uning hech qanday bir kuch oldi tura olmaydi degan gap. Shunga yana bir maqsadimiz bo'layotdi. Biz sanoat inqilobini o'sha 5-qadamlik inqilobga o'zimizni tek emas, bir kuch sifatida tayyorlik qilishimiz kerak degan. Nima ish bunday desa degan vaqtda yakka odam bilan qarshilashgan vaqtda yakka odam bilan chiqsa maydonga. To'p bilan qarshilashgan vaqtda to'p bilan chiqsa degan gap. Bu degan ham bizning ahvolimizni solishtirsak, sen yakka odam bilan chiqqan vaqtda sen Abdurahimjon yoki men chiqqan bo'lsam, yana birisi kelgan bo'lsa, uni urishimiz degan gapda. Endi bir tashkilot bilan tashkilot bo'lgan vaqtcha, bir guruh bilan guruh bo'lgancha vaqtcha. Guruh bilan guruh bo'lgan guruh chiqadi degan gap. Tashkilotdan tashkilot bo'lgancha tashkilot chiqadi degan gap. Partiya bilan partiya, davlat bilan davlat chiqadi degan gap. Ma'noda bizningki hozirgi saviyamizning ne qadar ekanligini yaxshi o'zingizlar anqara olasizlar degan gap. Shuning bilan bizningki bu birinchi qadamli poyezdga chiqish tugul uni jiroqdan ko'ramadik degan, Changtuzdan ko'ramadik degan gap. Ya'ni nurg'un xillam keyinda qoldi degan gapda. Endi ikkinchi qadamli jo'diga vaqt, ikkinchi qadamli sanoat inqilobi jo'diga vaqtda 1850-yildan birinchi qadam sanoat inqilobi desa, qarmashinsa. Ikkinchi qadam sanoat inqilobi jo'diga vaqtda 1850dan 1914-yilgacha bo'ldi degan gap. Endi bu qitimqi ijod qilingan texnikalar qaysi degan vaqtda elektr tok ya'ni tiz poyezd, metal sanoati, telefon, mashina degandeklar ijod qilindi endi. Endi bu bosqich shaharlash texnikasini tizlashda elektrlashish qurildi degan gap. Ya'ni dunyo bozori qurildi degan gap. Buning bosh ko'targan davlatlar qaysi? Amerika va Yaponiya ig'ir sanoatda kuchlandi degan gap. Yo'qolib ketgan davlatlar joyda bayatni deganimizdek Manju imperatorligi, ya'ni Manju xonligi oxirgacha berib qolgan bu butunlay yo'qdi degan gap. Ya'ni 1912-yil Jonxa Mingoning qurilishi bilan Manju imperatorligi degan bir narsa qolmadi bu tarixni bilasiz degan gap. Ya'ni bu 1850dan 1914 ga yetdi. Demak, Çin imperatorluğu yo'qoldi degan gap. Uningda qarshi degan vaqtda, ya'ni Rusiya podshohligi yo'qolib, uning o'rniga asta-asta Sovet uslubi qabul qilindi degan gap. Endi Uyg'urlar qanday bo'ldi degan gap, Uyg'urlar nima ish qildi bu vaqtda degan, milliy davlat qurish qadim boshlandi degan gap. Uning keyin boshqacha degan vaqtda texnik jihatlardan degan vaqtda texnik taraqqiyotga birinchi qadamga qaragan vaqtda buningga ilinish oldi degan gap. Ilinish oldi. Nima ish qildi desa degan vaqtda bizningki bilasizlar Musabayevlar, Akif Musabayevlar degan odamlar bilasizlar. Bular eng boshda shu Germaniyadan zavodlar, ya'ni ekir degan gapda endi. Bularning ekirishi ekirib 1909-yilga deymi? Ash vaqt kelgan vaqtda o'zininki zavodini qurib mangdirib bo'ldi degan gapda endi. Demak, ashlar yaqinlashdi, ammo bular degan vaqtda boshlamchilik qila oldi, ammo butunlay bir holatda ko'tarilib bo'lmagandan keyin bir not holati bo'lgandan keyin buni bo'ron kaschi degan tizlam o'rgatadi degan gapda. Bularning taraqqiyoti xil taraqqiy qila oldi, ammo yetish indemizliqi universal sapa tuyan insonlarni bir kelib ekilishmi sapasini yuqori ko'tarish uchun xil vaqt ketadi-ku bunga. Bular 30-40 yil jafolik qildi degan gap. Shunday qilsam ash vaqtdan keyin xil bir bosqichlarga bora oldi degan gapda endi. Üçüncü qadamli sanoat inqilobi degan vaqtda bu 1940-yildan 2000-yilgacha keldi degan gap. Buning bu tarixni hozirgi Uyg'urlar xillam biladi degan gap.
Endi bu nima, bu bosqich nimalar bo'ldi deyapti, kompyuter barliq keldi degan gap. Uningda qarshi deyapti AI, ya'ni robotlar yasalishga boshladi degan gap. Uningda qarshi deyapti uchiqchilik, andan televizor degandek narsalar maydon keldi. Uchiqsiz aeroplan degandek narsalar maydon keldi degan gap. Bu vaqtda yuksalgan davlatlar qarshi deyapti, yanala Amerika va Yaponiya yetakchilik rol o'ynadi degan gap. Sovet ittifoqi butunlay parchalandi degan gap bu vaqtda. Butunlay parchalanib istallar barliq keldi degan gap. Endi Uyg'urlar bo'lgan ta'siri nima degan vaqtda Uyg'urlar bu eng muhim texnik bosqichga kirishga mumkinchilik bo'lmadi. Chunki o'zininki davlatini qurish bilan birga u o'zining halaqchiligi bilan bu texnik jihatlarga vaqt ajratolmaydi. Chunki qo'saq to'ygan vaqtda, andin bexatar bo'lgan vaqtingizda siz taraqqiyotlar boshqa sohalarga ko'ngil berasiz degan gap. O'zingizni qo'sqini boqqanmayotgan vaqtda o'zining bexatarligini kafolat iqlamayotgan vaqtda boshqalarga ko'ngil beralamsiz? Bilolmaysiz degan gapda. Bu vaqt bizningki davlatimizni qurish bosqichlari degandek mesela qurilish birinchi qadamda qurildi, ikkinchi qadamda qurildi, ömrü bir yıl yetmeye kaldı, ikinci yıl kuruldu, yerim kurulup, yerimi yo'qoldi degan gapda. Endi bu vaqtlarda vaqt jo'diga ikki imperiya qurib, ikki davlat qurdi. Endi qolgan jo'diga vaqtda bizningki kompyuter nimasi kirishimizga jo'diga vaqtda bevos tasdiqlik qilgan bilan har xil bahonalar, har xil sabablar tufayli, ya'ni Xitoy hukumatı unaga to'sqinchilik qilib keldi degan gap. Endi jo'diga vaqtda Yevropaga yoki bo'lmasa Amerikaga chiqib ketgan Uyg'urlar jo'diga vaqtda shu kompyuter va texnik sohalarda qiziqdi. Buningda qo'lga keldi, buningda utuq qozonganlar bilasizlar-ku hozir ko'rib turasizlar. Ularning beshi bir bo'lib hozir shu o'lgin to'ldi degan gap. Endi qolganlari yoshlar qoldi degan gap. Ham 4-qadam sanoat inqilobi nima degan vaqtda 2000 yildan hozirgacha. Ham buningda jo'diga vaqtda buningda asosliqi 4 cho'ng sohaga hujum kuchlik boshlandi degan. Birinchi qasr degan vaqtda cho'ng sonliq ma'lumot ombiri, sonliq ma'lumot degan gap. Cho'ng sonliq ma'lumot. Bularni degan vaqtda cho'ng sonliq ma'lumot ombiri qurishda baslashdi degan gap. Masalan, 2016-yili Jungo eng cho'ng sonliq ma'lumot ombirini qurdi degan gap. Jungoning hukumat tavalligi. Bu misol vaqtda Alibaba shirkati va uning keyin Tongshin shirkati va Tencent deymiz. Uning keyin degan vaqtda Baidu shirkati va degandek. Ularning hammasining o'ziniki eng cho'ng sonliq ma'lumot ombirlarini qurib oldi degan gap. Chunki sonliq ma'lumot ombiri, sonliq ma'lumot bor degan gap siz AI yoki sun'iy aql deymiz, sun'iy aql andin kvantum, andin tor degandek narsalarni taraqqiy qildira olasan. Eng muhimi sun'iy aqlni taraqqiy qildirish uchun bo'lmagan narsa nima degan vaqtda sonliq ma'lumot degan gap. Sonliq ma'lumotni yig'ish muhim degan gap. Nimishqa hozirgi AI sun'iy aql shirkatlarida qaysi eng taraqqiy bo'ldi degan vaqtda Meta shirkati, Google shirkati degandeklar degan gap. Boshqalari bormi desangiz, bor boshqa shirkatlarmi? Ammo ularningki nimasi ko'p sonliq ma'lumot kelmasin. Meta shirkati Facebookdan yig'di, Instagramdan yig'di degandek datalarni. Boshqa shirkatlar o'zininki ashuna nimalar bor degan. Endi boshqa degan vaqtda uning keyin 5G texnikasini bilasizlar o'zini bo'lib qo'ydi. Uning keyin vaqtda shu bulut kompyuter degandek, uning keyin blockchainni bilasizlar, Bitcoin degandek. Uning keyin vaqtda shu AI sohasi dunyoni kontrol qiladi deydi. Yani AI sohasi qaysi hozirgi bosqichda degan vaqtda qaysi davlat AI, ya'ni sun'iy aqlda kuchli bo'lsa, o dunyoni kontrol qila oladi deb qaralyapti hozir. Endi Uyg'urlar qanday ta'sir bo'ldi? Uyg'urlarga echinishlik ta'sir bo'ldi. Uyg'urlar AIning mukammal kontrol qilish va kuzatish mahsuloti quroli bo'lib qoldi. AIning quroli bo'lib qoldi. Uyg'urlarning quroli emas. AI Uyg'urlar AIning quroli bo'lib qoldi. Menga. Mana tushunsasan-ku. Bu texnik konkret haqida misollar bilan tushuntirib bakkan bo'lsangiz-da. Masalan, chiroy tunish texnikasi, nima yiroqdan kuzatish kameralari degandek. Bularningki kontrolli qilib qoldi. Yana bir so'raygan vaqtda, masalan, Xitoy o'zininki nimalarda har xil appni cho'qim tushirishing kerak degan buyruqlarni tushirdi xalqqa. U nima degan vaqtda uningga nimasiga numar qo'yapmoqchi, odamningki yaxshi yoki yaxshi emasligi degancha uni tuzlaydi har vaqtda. Masalan, manchi %% yuqori bo'lsa, sen masalan suv olaman desangiz, suv olish uchun numaring 10 dan yuqori bo'lishi kerak. Uning go'sht olaman desangiz 15 dan yuqori bo'lishi kerak. Uning keyin mashina olaman desangiz 50 dan yuqori bo'lishi kerak degan numar qo'yildi degan gap. Bu joyda kompyuteringiz tushirildi bu. Ya'ni ash numar sizningki kundalik harakatingizni kontrol qilib turadi degan gap. Agar nacharlab qolsa, siz u
bir narsani ololmaysiz degan gap. Ya'ni pulingiz bor, hejlanmaysiz holat kelib qoldi. Buni Jungo bozor Jungolar ya'ni sinaq qilib bo'ldi. Sinaq qilib amallashtirib bo'ldi degan gap. Endi çoğalgaqda bu albatta bunda olib qoldim deganda bunda bo'lmadi. Bu Uyg'urlarga boshqa ta'sir unda nimalar salbiy ta'sirlar bormi deganda yo'q, ijobiy ta'sirim bor. Asta-asta Uyg'urlarda texnikalarda har xil sohalarda yetishayotgan Uyg'urlar ko'p chiqyapti degan gap. Ko'p chiqyapti, faqat tek holatda bo'ladi degan gap. Chunki men bayat boshda bilgandim, bir davlatga bir tashkilot qarashtirishdan bir tashkilot bo'lish kerak degan gap. Davlat qarashtirish uchun degan vaqtda bir davlat bo'lish kerak degan gap. Hukumat qarashtirish uchun hukumatingiz bo'lish kerak degan gap. AI shirkati qarashtirmayman degan ekansiz, cho'qim sizning AI shirkatingiz bo'lish kerak degan gap. Buni qurmaysiz, men qarashtirmayman desangiz, bir odamning kuchi bir yolg'iz zotning chang chiqmas degan gap bor bizda. 5-chi qadamda sanoat inqilobi deyotgan bundan keyingi sanoat inqilobi. Endi biz ikkisini 4-chi degan vaqtda qachirib qo'ydik endi. 4-chisiga azroq yetishib olganlar bor. Ammo universal sapo degan vaqtda ana xalqning universal saposini ko'zda tutgan vaqtimizda biz 4-chisiga chiqib bo'lmadik-ku. Chiqib olganlar bor, ammo oz. Yetarli emas degan. Endi fursatning notisi degan vaqtda endi kelyapti degan. Chunki 0dan boshlab qilganlarni hozir yechib oladi degan. Ügünümü desem mənbələr köp degan. Bu 5-ci qadam sanoat inqilobi nima degan vaqtda keyingi 20 yil deb qo'ydim men, kelgusi 20 yil degandik. Endi buning asosliq nima degan vaqtda bayatni deb ketgan biz mush yuqori pen texnika Uyg'urlar degan tema so'zlar aytdim men 4 cho'ng temani asos qilaman. Birinchisi degan vaqtda mush uchur texnikasi, ya'ni 5G texnikasi, tor texnikasi degandik. Endi ikkinchisi degan vaqtda big data, ya'ni cho'ng sonliq ma'lumot ombiri. Bularni qurish, qanday ishiltish, bu datalarni qanday unumli ishiltish degandik. Hamma datani to'liq ishlatilmaydi, ba'zilari normal unumli ishlatish kerak. Uchinchisi degan vaqtda sun'iy aql texnikasi degan. Endi hozirgi davrni oshib mushni qo'l tutqadan dunyoga hukmron bo'ldi deyotgan texnik degan 4-chisi, ya'ni kvantum texnikasi degan. Kvantum texnikasini qo'lingizda chung tuta olsangiz, siz bundan keyin dunyoga hukmronlik qila olasiz degan. Ya'ni birinchi o'ringa chiqa olasiz degan. Endi chunki A5dagi 3ninki taraqqiyoti, A3ning taraqqiyoti ma'ning kelgan vaqtda degan masalan 5ninkini biz ish qarashdan ketib bordi desak, 4-inchi degan vaqtda bu agar muvaffaqiyatlik mushni qila olsa degan vaqtda bu bir indamizlik yuqori sur'atli poyezdga aeroplan qo'shasak bo'lgan. Hujumchi aeroplan qo'shasak tez manga degan. Endi ya'ni ish qarashdan ikkisining farqini solishtiramiz bizlar endi. Endi buning uchun yoqda ijod qilingan texnikalar neural interface, ya'ni neurology, neurotechnics, endi bioteknologiya deymiz. Undan keyin quantum computing deymiz, quantum computer deymiz. Quantum kompyuterlar barliq keldi degan. Uning keyin yoqda AI bu bosqichda yoqda AI'ninki odam bilan yarim holatda va butun holatda birlashish bosqichi deb qarasak bo'ldi degan. Endi bu nima degan gap degan vaqtda, masalan, hozirgi AI degan vaqtda butunlay odamdan ayrilgan. Ya'ni biz nimani mashq qildirsak, shuni deb turadi. Endi yarim badallashgan degan vaqtda, ya'ni bir tarafdan odam o'g'itdi, uning keyin odam o'g'itganini u muloyiza tayyor qilib, alolas qilish orqali uni sizningki nimazni bilimozni kuchaytirib qo'yadi. Endi uchinchi degan vaqtda butunlay o'zi o'rganadigan, o'zi tafakkur qila oladigan, xuddi odamga o'xshash, ham o'rganadigan, ham tafakkur qila oladigan odati degan. Bu birinchisini AI desak, ikkinchisini AGI, ya'ni asillag'ich sun'iy aql deb ekan. Uchinchisi degan vaqtda ASI, ya'ni super sun'iy aql deb super deb ishlatgan mana. ASI. Endi bu degan vaqtda super degan gap alay degan gapda bu. Alayda sun'iy aql deb tarjima qilib, yo'q bo'lmasa yuqori saviyadagi sun'iy aql deb tarjima qilsak bo'ldi degan. Ashlarga kirdi degan gap. Hozir men buni aslida oldin qatimliq videolarim so'zlagan vaqtimda, fidoilar ekran so'zlagan vaqtimda 10 yil ketish mumkin AGI ga deb so'zlagandim. Qaysi kuni nimalarga qarasak, OpenAI-ninki, ya'ni ChatGPT-ninki, uning keyin Meta shirkatininki nimalar degan vaqtda ular biz AGI ga yaqinlashib qoldik deydi.
Demek 5 yilga chiqib qoldi degan gap-da u. Mening 10 yil deganim 5 yilga chiqib qoldi degan gap. Balki men 20 yil degan narsam balkim 10 yildan keyin qilish mumkin degan gap. Demek hozirdan tortib tayyorlik qilsak yetisha olamiz degan gap-da endi bunaqa. Endi bu bosqichda degan vaqtda yangi dunyo texnikalik taraqqiyotining yangi cheklarini ko'rdi, yangi cheklarini ko'rdi. Masalan, eng yuqori chek nereden nergacha ekan degan narsalar ko'rildi degan gapda. Undan keyin yo'qolib ketgan degan vaqtda bunaqa moslashanmaganlar yo yo'qolib ketadi yoki moslashalmaslik borchu hozir. Endi shu yoqda dunyo bo'yicha keyinlik qilish ehtimolligi bor. Bu degan ehtimollik bor degan gap, buning ehtimollik yo'q degan bo'ldi degan gap endi. Endi agar hozirgi vatandagi bu shu sun'iy aqlga bo'lgan qiziqish va to'g'ri so'zi qiziqish degandek narsalarni balkim ko'rib turadigan bo'lishi mumkin. Ashlar qiziqishlar 10 yil burun bo'lib ketgan bo'lsa bizda Uyg'urlarda. Hozir ravurs xili yuqori saviyaga yetib qoldi degan gapda endi. Ammo ümidsizlanish yo'q. Bizmi o'zimizningki eng qisqa zamonda qura olishimiz kerak. Chunki nima degan vaqtda kunda bir patent huquq elayotganlar, kunda doktorlik bitirayotganlar, kunda bir maqola e'lon qilayotganlar Uyg'urlar yo'q emas, bor. Endi degan vaqtda bularni tashkillagan odamlar ularni unumli ishlatmay faqat jo'zi o'ttag'az qo'yadi degan gap, sanni egallab o'tiradi degan gap, gazetonodek. Bularni unumli foydalanish kerak degan gap. Eng oddiysi misol qilsak, misol yaqin 2025 balkim 2024 dan boshlandi, chet ellarga chiqib haqsiz o'qishni tashviq qiladigan narsa chiqadi degan gap. Kim o'qiydi u yerda? Uyg'urlarning hozir vatandan chiqib kelganlar hozir asosan degidek universitetni bitirib bo'ldi degan gap. O'zi o'qish topolmay boshqalar izlab yuradigan chiqadi. Ashni basish qiladi degan gap. Bir uni turibdi, kallasini ishlatgan odam haqiqiy ashni qurbi deydigan odam bo'lsa, turibdi, biz haqqi yolvorib o'qituvchi bolalarimizni haqsiz o'qitib qo'y deb ashib oldi tizimlab o'tdag'icha o'zimizningki bir tadqiqot organi maktab shaklida bir institut shaklida qursak bo'lmamdi deydigan qurg'in bo'lamdi, bo'ladi, nima ish bo'lmaydi bu kadin. Nimalarni qurib bo'ldi-ku, Tibetlarning universitetlari bor-ku. Biz nima ish qurolmaymiz degan gapda. Bizning vatandoshlik olgan Uyg'urlar bor-ku har qaysi davlatlarda. Maqipimiz bir Jeneva bir gap bo'ldi, to'g'ri. Hozir so'zlayapsizda biz Uyg'urlarning har qaysi davlatlarda diasporada nurg'un ko'z ko'ringan olimlar, tadqiqotchilar, injenerlar, ya'ni ko'z ko'ringan Uyg'urlar haqiqatan ko'p. Lekin hammamiz chechilan holatda qilg'iliqda, masalan to'g'rida yozgan maqolalardan, olgan mukofotlardan xabarlarni ko'rib turyapmiz. Ko'rsak hammamiz faxrlanamiz, iftixorlanamiz. Ba'zimiz bir Uyg'urlardanmi ko'z ko'ringan olimlarimiz bor ekan, o'zining sohasida ko'z ko'ringan natijalarga mukofotlanib degan bunda futuqlarni olganda hamma Uyg'ur qo'shilamiz. Lekin qanda mush Uyg'urlarni bir ariq ekilib bir yig'ilib asiz degandek bir institut quramdi yoki bir yig'ilib bular bilimlarni to'plash orqali qanda qilgan vaqtida texnik yaxshi natijalarga erishish orqali Uyg'urni texnik yaxshi bir taraqqiy qildiradigan ham Uyg'ur jamiyatiga yetaklik etmoqdan mana bir holat shakllantirgan bo'ldi. Bu jihatlarda bizning diasporadagi ziyolilar jiddiy shaklda o'ylanadigan bir narsa. Hammamiz o'z oldimizga o'zimiz uchun ish qilishda kollektiv bir kollektiv asosga ichida hamkorlik o'rnatib kollektiv ichida ish qiladigan bir mexanizmni barliqqa keltirsak bo'ladi. Bu jihatdan o'ylaganlaringiz bo'lib qolsa, bir tafsilroq bir tushuncha bergan bo'lsangiz, rahmat. Bu masalan misol qilib desak, masalan, Dunyo Uyg'ur akademiyasi bor. Dunyo Uyg'ur qo'ldan qo'yilib oldi uning ishi namoyish qilishdan boshqa bermaydi. Uyg'ur akademiyasi bor. Undan keyin boshqa institutlar bor degan gap. Boshqa institutlarda masalan haqiqiy ishlayotgan professor nechisi bor degan gapda. Ya jo'zdan birini qo'yib institutdan birini qilib qo'ydimi ya? Balkim tadqiqot natijasini e'lon qilayotgan bo'lishi mumkin biz bilmagan bilan. Endi turibdi, bizdan pensiyaga chiqqan professorlar xeyli bor, yo'q emas. Ashlarga hech bo'lmasa turmush pulini bersin, qo'shilib ishlab turgan professorlar bor vatan uchun, Uyg'ur uchun deb. Endi buning uchun juda yoqda emgakka hurmat qilish kerak, bilimlilarni hurmat qilish kerak.
Anda bo'lgan vaqtda unikini ularni suyunib ishlab bir degan gap. O savodsizlar boshqa chiqib bilimliklar dasilib жүрсә, bunda jamiyat taraqqiy qilamdi, qilmaydi degan gap. Hozir tashkilotlarning boshqa chiqib olganlarning qaysi bir oliy maktab doktorlik va magistrlik injenerlik nimani putdi deyman. Aspirantlik putdiganlar bormi? Yo'q. Buning uchun bizda bir gap bor-ku. Agar itqi bo'lsa bosh arslan, itlar bo'lur arslansimon deydigan. Agar nima xato qildimmi? Agar itqi bo'lsa arslan, agar arslonga bo'lsa it, arslanning hammasi itsimon bo'lar degan gap yani. Bu bizning tajribalarimiz bor. Hamma u qancha bizning uchulaydigan qilib unda bo'lib ekan, bu unda bo'lib ekan, manda qurib etgan Ahmad oyliq Yusuf Qasajib unda danliq nima unda danliq Qutatqibek unda danliq Turklar degan unda danliq uning nimaga foydasi yo'q? Sen nima ish qilding degan gapda bu anglayotgan odam turibdi. Ajab sening ota bo'laring oshunda kuchlikkan, oshunda do'lat qilgan. Sen nima ish qilding? Bir tashkiloting bormi? Deydimi? Yeni tug'an odamlar o chet ellikda ilg'or saviyada bizning o'ylig'imizda emas, bizning g'oyibiy talablarimiz emas, amaliyotni asos qilib degan gap. Men amaliy sonliq ma'lumot bo'lsa qabul qilaman degan gap. Men shuni mening qilayotgan ishim shu degan gap. Sonliq ma'lumot bo'lsa shuni tadqiq qilib analiz qilgan gap. U yo'q narsani, g'oyibiy narsani to'g'ri, ulardan faxrlanishimiz kerak. Ammo faxrlangidek adam faxrlanish kerak degan gap. Biz nimaga faxrlanamiz undan? Men nimadek bir kitob yozgan odam bormi? Yusuf Qasiyatdek bir oshunda bir kitob yozgan odam, nimadek Turklar divandek kitobdan bir yozgan odam uning keyin faxrlandi. Mening ota-bobom ma'ni yozibdiki, men ma'ni yozdim deyaladi degan gap. Davlat qurganlikcha davlat qurib ekan, oshda davlat qurib, garchi bir yilga bormasa umri bir yilga yetmabdi ekan, birisi yarim holatda qurib, u alulab tugabdi ekan. Demek biz aşında aşırıp hükümet sistemimiz kuralgan vaqtimizda demek ma'lumki ota bolalar mushunday g'ayrat qilib davlat qurib ekan, bularmi g'ayrat qilib o'zining hükümet sistemimizni quribdi deb andin ishonch qiladi degan gap. Endi bizning o siyosiy jihatga o'tib ketmaydi bo'ldi. Pentexnik jihatda vaqtda bizning aşı tadqiqot instituti, u institut, bu institut balki men ismini bilmaganlar bo'lishi mumkin degan gap yana. Aşlar yig'ilib adamdek bir boshlang'ich maktab qura oldimi? Quranmidi degan gap. Adamdek bir boshlang'ich maktab quralgan bo'lsa, uning o'rta maktab bo'ldi, to'liq o'rta maktab bo'ldi, oliy maktab bo'ldi, aspirantlik bo'ldi, doktorlik bo'ldi degan gap. Anda o'g'an vaqtda andan butun bir mukammal bir ma'rif saviyasi yuqori bo'lgan, sapasi yuqori bo'lgan bir avlodlarni yetishtirgan bo'ldi degan gap. O'zimiz nam berib, o'zimiz boqqan odam bizga ishlamay kimga ishlaydi? O'ziga ishlaydi-da u. Haqning diniga odam sizga ishlab beramdi? Tayinliq ishlab bir degan gap. Unda bo'lgandan keyin, endi meningki maqsadim chaqirqimcha degan vaqtda mushu uni buni qurva, u institut, bu institut deganlar qurvaganlar adamdek bir olim maktabdan birini quring yoki bo'lmasa tadqiqot o'rnidan birini quring hech bo'lmasa. Tadqiqot o'rnidan. Chunki tadqiqot o'rinlari keyin masalan, ximiya tadqiqot o'rinlarida, biologiya tadqiqot o'rinlarida degandik. Ular bilan sun'iy aqlni tadqiqot o'rnini qurayotganlar ikkisi birlashib bir projekt qilsin degan gapda endi. Sun'iy nevron bilan nerv ilmi bilan sun'iy aqlni birlashtirib qilgan bo'ldi degan gap. Hozir Maskdan qilayotganlar, Xitoydan qilayotganlar shugo. Bundan keyin yuzlash sun'iy aql robot yasashlar emas. Odamning nervisi bor-ku, odamningki. Nechtal nervi degan gapda odamningki. Mas nimada ishlatayotgan nechtal nevron ishlatamiz degan gapda, mashina o'rganishda, deep learning, cho'nqur o'rganish degan gap. Ashdan ishlatgan vaqtda o'zimizning badanni nech % ishlata olamiz degan gapda biz umrimiz oxirigacha. Uni to'liq ishlatish shunday degan vaqtda biz aşı to'liq ishlatishning nima deb chiqarishimiz kerak degan gap. Bundan keyin degan vaqtda uning keyin bizning taraqqiyotimiz bo'ldi degan gap. Okey. Endi Jungo degan bizning Xinjiang nima? Xinjiang debmi? Sharq Turkiston degan vaqtda Xinjiang demoqchi, Xinjiang deb soldiras, Xinjianglik deb kelgan bo'ldi endi. Xuddi Xitoy deb kelsak, Xitoyda yesi. Tushuntiramiz ya. Resimlar qilib hozir tushuntiramiz. Endi bizning Sharq Turkiston degan joyda vaqtda bizning atrofimiz qarasanglar bo'ldi. Bizni beliq men oldin qitimda davomli aytman, madaniyat sapasi yuqori bo'lgan to'plamda yashagan insonningki madaniyat sapasi yuqori chiqadi. Madaniyat sapasi tuven to'plamda yashagan odamningki har qancha o'rganib kelsa madaniyat sapasi tuven chiqadi degan.
Shuningdek, bizning atrofimizga qarab olsak, bizning atrofimizda biz gibi ulgu o'g'dek, biz gibi gardam qilg'idek, biz bilan tang turadigan, ya'ni bizga oy seningki manda nimang bor ekan deb tang shahmi deydigan bir bormi degan gap. Yo'q. Borsak. Endi shu degan vaqtda bu istamlar hozirni tortib shu eng oddiysi mar Qirg'iziston bilan Qozog'istonniki shu bu yilqi 2025-yilqi sun'iy aql, kvantum texnikasi sog'an mablag'ni bir ko'rib qo'yinglar. Eng oddiysi. Biz yaratmaydigan istallar bu. Umma qalsin bo'ldi. Tibet sürgün hökumətininki hər yıl maarif sayatqan məbləğini bir görüb qo'ying. Bizning tashkilot samadlı maarif sayatqan məbləğini. Bizning eng oxir qanday bo'ldi degan gap, mushunda tirishmasligimiz sababidan qanday bo'ldi? Eng oxirda unda turmlarda deg'ash chiqdi degan gap. Ya'ni AI bayatni dedim ғой, AI bizni qurol qilib oldi deb. Misol siz deb keldingiz Tibet. Endi gap qildi. Tibetlarning ma'rif sohasiga mablag'larini azroq deb o'tib ketdingiz. Yani bizniki nimamiz qarg'an vaqtida Tibetlarning sağan mablag'lari o'zining ma'rif ham o'zining kulturini qildigan Tibet davosagan mablag'larning oldida bizning hech nima emasda hamda. u mablag' ham mayda turib tursin. Yo'q deyapti. Bu sirishga nimishqa olishimiz mumkin. Boshlang'ich maktabimiz bormi deylik, mana qaraylik. Yo'q. Turkiyada birisi bor. Boshlang'ich. Uni bir hukumat almasligini taqlab qolmaslar. Endi sen birim deb ketganda Uyg'urlar nima ish qilish kerak deydigan gap chiqganda. Sen nimani tavsiya qilsa degan gapimni. O'zimizni qaytarib. Uyg'urlar uchun endi yo'l xayrisi degan vaqtda bir necha bosqich bilib so'zlayman endi. Birinchi degan vaqtda AI va AI texnikasi moslashish degan gap. Ya'ni bu degan gapsa chiqqan sun'iy aqllarni muvofiq unumli holda ishlatib, undan foydalanish degan gapda endi. Uning kendi degan vaqtda uyg'undigan mazmunlar degan vaqtda cloud computing, ya'ni bulut texnikasini ishlatib, buni nimish buni o'rgansa degan vaqtda kvantum kompyuterlarni degan vaqtda biz uyingizda elib ishlatish imkoniyati hozircha yo'q. Bu qanday qilish kerak degan vaqtda buni shu Google'ninki, IBM'ninki shirkatlar maxsus ta'minlab beradi-ku buni. Kvantum kompyuterni ishlatayman deb. Ashni ishlatib, uning kendi degan vaqtda ishlatish iqtidorini oshirgandan keyin sohada hech bo'lmasa shirkatlarda cloud computing qilmay deb turib xizmat topa olasiz degan gap. Bu bir o'zingizniki. Yana bir so'zda sun'iy aqlni texnik taraqqi qildira olasiz degan gapda. Uning kendi degan vaqtda mashina o'rganish degandek, uning kendi Python programma tillarini degan Python programma tillarini o'rganishga boshlasa, bundan keyingi taraqqiyot japoliq 6 oy tirishib qo'ysa, buningda xili berib qoladi degan gap. Japoliq 6 oy deganim kunlik 8 soatni vaqt chiqara olsangiz 6 oydan keyin unumini ko'rasiz degan gap. Endi Uyg'ur yoshlar degan vaqtda bayat deganimizda IT va texnik maktablarni qurishga tirish kerak degan gap. Maktab ma'lum qilib tursin, tadqiqot o'rinlarini qurish kerak degan gap. Hech bo'lmasa dernekdan birini qurib, ashundan birlashib projekt ishlash kerak degan gap. Dernek desalar tilanchilik qilgan derneklarni ko'z oldimizga keltirmayli. Pen texnik derneki deylik mana. Yani sun'iy aql pen texnika derneki deylik. Bo'lmasa maktab deyamizsak mana. Maktab qurish kuchimiz. Maktab qurish tamamen kuchimiz yetadi, nima ish ketmaydi bu kadar. Maktab qurayotganlar bor-ku. Shu davlatning qonunlarini to'g'ri tushunib, shuni haqiqiy qonun bosish 5 qadam 5 maga vaqtda hukumat olmish kelsin bir partiyaning keyin kirib chiqish lalmlik qilmasin bo'laverdi degan gap. Mana sening qonunga asosan qurdim men deyalaymiz degan gap. Uning kendi degan vaqtda Uyg'ur til madaniyatini texnikal qo'g'dash degan gap chiqadi. Ikkinchi qadamda. Ana buni qanday qo'g'daymiz degan gap degan bo'lsa, mush Uyg'urcha detallarni texnikani ko'plab bozorga solish kerak degan gap. Uning kendi degan vaqtda mush nodir materiallar, ma'lumotlar bo'lgan, taratib xabar, uning kendan sen nahmaydan taqtish, uning kendan xabar kanali, gazet degandek. Sohalarda digitallashtirish degan gap. Ya'ni shu bak kitoblarni PDF shaklida aylanamiz. Buningda avlod lug'atimi? Avlod. Olarning qilayotgan ishi haqiqatan unumli qilyapti. Ammo men oldin qitim bir nim degandim, kitob sotgan nimani qilib ekandim, shuningga agar u Xitoydan ekirgan kitobni bevosita qo'ymanglar deb. Chunki
Onun nəşr hüququ deyilən hüquq bulucu. O xalq astidagi barkod degan kod var anında. Kod degan xalqarалық kod avu. O kodni siz bir yerda setib olsangiz, keyin arz qilsangiz sizning taqalib qoladi degan gap. Unda işte beşimizde ötmedi emas, ötdü-ku. Şu ular nima qilinsam, biraz qaydab qatdi endi havamizni endi. Yani bu kitap tushuntirgan vaqtingizda men bir minut vaqtingizni olaydi. Biz chet ellarda yozuvchilarimiz sanasak barmoqimizmi, o'ntal barmoqimizmi yetmaydi-ku. Ish qilib qoladi. Yilda qancha kitap chiqirdi desak, yozuvchilarimiz kecha-kunduz vaqtni isrof qilib yozgan kitobga tushdik. Kitapning setilishini qarasak, bektubanchi kitobniki. Menchi Gollandiya kelganda 10 yilning yog'i kitobchilik qilyapman. Abdurim kitob Zemmistonida izchil. Aşı yozilgan kitoblarni Turkiyada besib turganliklar Yevropalarga bir taqitda buni kuchab baqdim. Endi bu yerdagi Uyg'ur yarmankasida sotgan kitoblarmi soni oz hamda. Buni desak, ba'zi vaqtda ko'nglimiz g'ash bo'ladi. Ham Turkiyada Abdujal Turan ajimlar hamda Teknik Uyg'ur nashriyotini qurib, shu akimiz yana bu Uyg'urlarniki diasporalik nashriyot ishlari qo'shgan tepsi haqiqatan cho'ng. Nurg'un kitoblarni nashr qildi. Nashr qildigan bilan yangi kitoblar yo'q. Ana vatan ichidagi nashr qilgan ba'zi kitoblarni ham chet ellarda uni besib qayta bozor solyapti hamda. O avlod nashriyotimi bular o'z oldiga nashriyotchilik nimasini qo'yib, bularmi kitoblarni nima qilyapti? Yozilgan kitoblar oz chet ellarda haqiqatan. Kitap bo'lmagandan keyin, yangi kitoblar bo'lmagandan keyin shu vatandagi burun nashr qilgan kitoblarni ko'paytirib, shularni bozor solish orqali ozroq bo'lsin xalqimizning ma'naviy dunyosini beytamizmikin, o'zimizniki Uyg'urlarning ona tili yezikimizni qo'llab qolamizmikin, mush orqali deb bularning qilayotgan ishi shu. Aslida bu chet ellardagi Uyg'urlar hammamiz o'zimiz oyda bir parcha kitob setish o'zimiz bir millat oldidagi burchimiz qilib olgan bo'lgan bo'lsak, her bir Uyg'ur her ay biz bir tal kitap sata olaylik degan bo'lsak, aş kitaplarımızı ko'plab setib ketadi. Hani yozuvchilar texnik kitap setib taqatgan bo'ladi. Afsus, hamda yozuvchimizniki shu o'zining qilgan fidokorligiga tushdik. Xalqidan bir qo'llashni ko'rmagandan keyin kitap yozganlar ozlab ketyapti. Shu demakchi, tanqid qilmoq bizim qilmoqimiz oson, lekin chet ellik har bir Uyg'ur millatning o'rtaq manfaatida azroq badal to'laydigan, millat oldidagi o'zimizning mas'uliyatini majbur ado qilgan bir ongni shakllantirgan vaqtimizda bizning ishimiz boshqacha bir ro'yobga chiqadi. Shuning uchun millat oldidagi mas'uliyatimiz, majburiyatimiz ado qilish uchun yolg'iz namoyish qilish emas, yozilgan kitoblarni setib olishimiz, boshqa kim millat uchun foyda qilayotgan bo'lsa, mayli iqtisodiy jihatdan, ma'naviy jihatdan qo'llashimiz kerak. Bu shumi bir millat oldidagi o'zimizning mas'uliyatni ado qilganlik. Shuning uchun har qanday ishda millatning manfaat foyda shu qolib qolsa, qo'llayli izchil ishlarni taraqqiy qilish uchun yordamni bo'layli. Rahmat. Xo'sh. Hani bayatdagidek Uyg'ur tili madaniyat texnikalik qo'g'dash degan masalani so'zlayotdik. Buning uchun shu nodir kitoblarni, ya'ni hozir chet elda yozilgan kitoblarni, uninkining bani aylantirish. Buncha bu aylantirish boshqa PDFga. Uni bozor setishning hukmi boshqacha. Ya'ni iqtisodiy nimaga aylantirish, savdo shakliga aylantirish u boshqa degan gap. Shunga anaga diqqat qilish kerak degan gap. Bo'lmasa xalqaro hozir Xitoyning birislar kuchlik, haqiqatan kuchlik. Biz o'ylamagan darajada kuchlik hozir. Xalqaro davlatlarga besim qila oladi degan gap. Ancha yoqda Google va open source sohalari bor. Masalan, open source ya'ni echivitilgan kodliq sun'iy aqllar bor degan gap. Bularga cho'da vaqtda shu boshlarga Uyg'urcha kirgizish. To'xtamay Uyg'urcha kirgizib berganda, u cho'da vaqtda biz Uyg'urchani kirgizgan vaqtda to'xtamay qancha jiq kirgizsak, shunchalik Uyg'urchani yaxshi tushunadigan bo'ladi hamda. Bumi shu hamda qilmadim degan vaqtda shu ChatGPT'da masalan Gemini va anigana DeepSeek va nimaning chiqqan, Xitoyning yangi chiqqan degandek. Ashlar cho'da vaqtda amal va Uyg'urchani jiqroq kirgizib bersangiz, endi Uyg'urchani taraqqiy qildirishga yaxshi degan gapda endi. Endi uchinchi qilib cho'da vaqtda shu Uyg'urlar shu AI sistemalarini o'rganish degan gapda. Endi buning qarshi, endi buni o'rganib qolmay, buning qarshi qo'g'dash usullarini o'rganish kerak degan gap. Uning keyin cho'da vaqtda tor bexatarlik sohasida ham bu cho'da vaqtda bundan keyingi taraqqiyotlari bo'ladi deb qaralayotgan kasblar to'g'ri, sun'iy aql nurg'un kasblarni yo'qlayib bordi. Ammo shuning yanada nurg'un kasblarni eplayotdi degan gap. Yangi kasblarni.
Şoňa her işiniň bir artçylyk bolsa, bir kemçilik bol deýen gep. Endi. Hem 4-nji soda wagtda muş tehnika we sodaga meblag seliş, meblag selip bir soda tüzülmesini terak kıldyryş deýen gep. Yani en addi bolganda mesela pen texnika fondu dep turup aşina uçu diýen wagtda her ýylda bir qetim ýa-ki en bolmady deýen. Bolmasa şu pasillik. Her pasilde bir qetim özüniň ýaxşy projektleri bar, adamlarga nähmede hazırlap berip, aşlagy uçu diýen wagtda mesela men deýmende munda birini ýasagym bar meniňki dep. Onu ýasagym bar desem bermeýdi şu pulny. Emma hiç kim bermedi onu. Onu täpsili planlar bilen kurup onunki modelini kurup aşina köýsülen gepde. Kesetkendiň keyin aşyny bir kollaýdygan bir fondy kuruluş kirek. Bunda oga wagt diýen wagtda mesela siz birini ýasalaýsyz, goluňyzdan kildi, emma onu aldygan näsiňiz, onu işletidigan adamlaryňyzyň pulyňyz ýetemdi, ýetmeýdi diýen gep. Mesela aldynky ýetimi bu 2024-ningki başlardy bir Xitay ayal bir nime kurdy. Bir AI şirketi kurup şununda şu resim asly kılıç, resimni tehdimelik önümlik karton aylandyryşan dok. Aşna bir yasaýlan bir şirketninki onu yasamay turup men munda birini yasaýman dep turup 250 milyon aýdarak nime jygdy deýen gep, pul jygdy. O 250 000 dollar aş Google şirketinden nimeden alala deýen gep. Endi bunu dep nime kıldy diýýärler, bizim uşda aşynda işlemdigi adam we birleşip turup hazırçı mesela men kılmansam kılalayım ama menin ykdysadym ýok dende. Kıldyga iş nurgun. Onun üçlük ykdysad bolmasa, yeterlik adam güçi bolmasa onu kıpılamaýsy deýen gep. Aşyny iltimas aşynda iradesi barlyk, aşynda plany barlyk diýen wagtda aşyny baş nime kıpmakçy sen aşynda meblag saldygan hem bizden ýok bolgandan keyin başlar meblag saldygandan keyin ulanam gurdy ende amal ýok. Aşlarını terak kıldır, aşı soğut sahalarga ve teknik sahalarga iqtisadi güçünü terak kıldırışımız gerek. Onun kendince şu yaşlarını şu yani hazır kuşu vakit köpüp kaldı mı e-commerce yani Amazon'da birini setleş, onun birini setleş, onun gibi pay çek degende sahalarga yani maslaşış yani ondan çokum onu elinde geldik emas ya onu maslaşış. Endi şöyle en ahırda xulasa qilib nima deysa deyapti, Uyg'urlar texnikini, o'zining texnikalarini o'zi tuzish va ishiltish uchun yanla mush keyinda qalmaslik kerak. Agar keyinda qilib qolsa deyapti, bundan keyingi mush AI texnikasi, ya'ni sun'iy aql texnikasi, biotexnikasi, ya'ni biotexnology degan deyapti, bularga moslashish kerak. Bular moslashamaz deyapti, shu bugun boshlamay, keyinda qilamiz deb. Bugun boshlamasak, keyinda qilamiz degan. Buldan nasıl qağallarını vaqtimizin bir ay verip qatdı. Qağan dövletlerninki mesela 2024-yılı sun'iy aql, kuantum texnikasi, anikin degендek narsalarga qanchalik mablag' sag'anlik degan narsalar bordi. Buni o'zana izlana olsana bo'ldi. Eng oddiysi o'zimizga munosabatlik bo'lgan Xitoyninki qanchalik mablag' sag'anligini bir ko'rib beqan. Hech bo'lmasa sanni o'qiy olasizlar degan. Aynan seçtirib endi mabayatımızsız kitap okuş, kitap eliştiğimiz degen gep. Eğer haqiqi samimi rastçıl bolsa insanlarımız aladı kitapni. Anda ma Dalai Lama'nın bir gibi ekan. Bu 40 dollar qılıp atgan çoq bedel pulni. 40 dollarni qanday to'laylaydi siz? Tibet was to'laylaydi deb degan gep. Tibet was to'laylaydi pulni. Bizning nemiz tüleýärmedi bizning Uygurlarmy. Ýaponiýadym tüleýärdi, nemiz tüleýärmedi o kadın. 10 dollar, 100 dollar diýen bir aýlyk pulny hiç neme emas diýen gep. Tüleýärdi. Emma o tülegen pulnynki hesabyny alanmagandyken, onuň üçlük bir iş kürenmegendiken, bir ay gollap galy, 2 ay gollap galy, ay maňa uýzagna şeň qyle, onu biz ykdysadyny bersek, üzüninki nepsini oylap, onu qıptı, üyepti, maşina qıptı, onu qıptı, bunu qıptı deyden çıqı deyen gep. Şunun üçün çoğu vaqtda iqtisadi tutqan adam özününki nimisini təminləb beriş gerek köpçülükkä. Menin iqtisadi muncilikdə, menin kirimi mancilik, macilikçi bolsa mancilikdən eşip kesse, sizler qanda tutsanı buldu deydiğin kapaletini bəgə vaqtda, onun kendi Uygurlar birdi. Nimişqa Uygurlar mı vətənpərvər qoy, onun için vətənpərvər emas. Xitayning eng zalim manju hükümranlıqı ahirki vaqtları Xitayning eng zulüm etken vaqtlarında özünün dövletini quralıgan iqtisatlan. Hazır nemiş quranmaydı deyen gep de endi. Çünkü hemmenin beşiği
ishonch berilmaganlikda. Beşik hammadan adam emaslar chiqib olgandan keyin ulardan kelgan ishonch yo'q bo'lgandan keyin savadsizlar chiqib olib, adam doktorlarni, magistrlarni, aspirantlarni, professorlarni oyoq ostida kelgandan keyin unda bir to'plum taraqqiy qilamdi. Taraqqiy qilolmaydi degan gap. O'zininki ilm sohasida sapoliq insonlarni o bilib turib, ba'zilar bilib turib qolish mumkin, ba'zilar bilmay turib qolish mumkin degan gap. Anda bo'lgandan keyin shu sapasiz insonlar qolgandan keyin buning uchun qanday qilish kerak? Yoshlarga chaqiriq qilishimiz kerak degan gap. Ya'ni 10 yil, 5-6 yil burun yoshlar manda qilaylik desa, "Voy bizni cho'nglar qilyapti" deydi, gap deb beradi. Cho'nglar qilyapti deganlar hozir 40 kirib qoldi degan gap, 40 beryapti degan gap. Ular cho'nglar bo'lib qoldi degan gap. Ertaga umrini bas 60-70 kirib o'ladi degan gap ularmi? Shuning uchun hozir bunda kelimiz bir qarab beqishimiz kerak turibdi. Men bu chet elga chiqib 10 yilni yaqin nima ish qildim men? Uning necha prosenti o'zing foyda qilibdi, necha prosenti menga foyda qilibdi? Nima ish qilman? Bir taklifni qilish nima ish qilman? Uni bilan birlashamayman. Mening mashi arzuyim osh tursa, turibdi, bir o'zimning ichini bir gerib qo'y. deb oyatiga merezlarni elib chiqib yutish kerak shu ichidagi. Uning keyindan andan daqiqa samim bo'lsa, kul nimish qololmaydi 40 dollar degan uncha jiq pul emas-ku. Bir yilda bo'pti oyda chiqaramiz, bir yil deb qo'ysin uni. degan gap. Shu masalani men davomli Uyg'urlar to'g'risida bunda naslini chiqarsam, siz davomli Uyg'urlarni unda tushirsiz, bunda tushirsiz dedi. Men Uyg'urlarni haqiqatan suymayman. Sizlar hozir o'sha balkim Uyg'ur da'vosi qilayotganlardan menga kuchli bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun qanday qilish kerak deyapti? Bir qanozlik kasallik giribtor bo'lib qolgan odamni insulin urishdan hayot tuta olishingiz mumkin, ammo mangulik tutolmaysiz, o'ladi u oxirida ko'rib. Uning uchun qanday qilish kerak deyapti? Qanozlik kasalligini davolash uchun qon ko'paytiradigan tabiiy holatda ekilishingiz kerak degan gap. U vaqtda o'zining badani qon ishlab chiqara olgan vaqtda insulin olmasangiz bo'ladi degan gap. Birimni urib qo'ygandan keyin boshqa yerdan nima chiqadi degan gap. Shuni avval o'zimizning ichidagi merezlarni adolat chiqishimiz kerak degan gap. Ya'ni merezlarni nacharliklarni tashlab o'tishimiz kerak degan gap. Uning keyinda qog'ini bilan boshlasaqmi ulgurimiz degan gap. Shuni yoshlar hozirgi beshiga chiqib olganlar, oylik 60 ni oshganlar qo'yanlar bo'ladi. Ular aytib yurgan o'ladi endi. Ish tugadi ularning. Shu yegan tamoqini bag'an sayat o'rnlarini rasmini tortib chiqarib yuradi endi Facebooklarda. Uningdan haqiqiy Uyg'urlardan 200 odam bo'lsa, hozir qilayotgan tashkilotdan hammasini qila oladi deyman. 200 odamni baqamatimiz degan gap muhojirlik Uyg'urlar. 200 odamning maoshi 1000 dollardan bo'lsa, 200 ming dollar degan gap bir oylikqa. 1000 dollar bo'lsa, ravus ishlab bir degan gap. 200 ming dollar chiqaramadi degan gap. Uyg'urlar chiqir, uning jihatini chiqirdi. Shuningga shu millat yetaklab epmangidek ya bir rahbarimiz yo'q bizningki, ya bir kuchli tashkilotimiz yo'q. Qarasak hammamiz qurib olgan gapni cho'ng qilgan bilan millatning manfaat o'rtaq nuqtasi bir yerga kelinmaganlik, ammo o'zining shaxsiy manfaati pardoqsiz bir yerga keliklik, bir yerga bog'lanib qolganligini his qiladi haqimizda. Shuning butun dunyo Uyg'urlar qarasak, har qanday tashkilot davlatda bir tashkilotning atrofiga to'plangan odam shu davlat yashayotgan Uyg'urlarningki 1% nima 1% ham yetmaydi. Bu nimadan darak berdi degan gap, shu 1% odamni ishonmaydi degan gapda shuningga. Ishonch bo'lsa, keldi haq kelmaydi emas. Hammamizning yurk Uyg'ur suqudi, Uyg'ur uchun bir ish qilamiz deymiz. Xitoyning bir siyosati namoratlarni uylaymiz deb, uylab namoratlarni bayqalanmagandek, yo'q o'zgartirmagandek, bizmi tashkilotlarni qo'llab baqdik, iqtisodiyot, hamjiyatni qilib baqdik. Ozroq o'zgarish hosil qilinmagandan keyin haq umidsizlandi dedi. Bunun sebeplari nima desa, shu tashkilotning ishini beshiga chiqib olgan, o'zining to'ymas nafsini millatning manfaati uchun yo'qlitib olgan, o'zining shaxsi uchun hammani qilib ketayotgan, endi haqli bo'lg'ashqa haqmi shuni umidsiz ketganlikda buningga. Shunga bizning bu davorishimizga bir chekit qo'yib, yo'g'on savol belgisini qo'yib, bir umumiy bir xulosa chiqarishimiz kerak biz ma'lumada. Operatsiya qilishimiz kerak o'zimizni. O'zimiz operatsiya qilib, o'zimizning immunitet kuchini qaytadan bir qurib chiqishimiz kerak. O'zimizni qilishimiz kerak bu nuqtada. Sen hozir qilsang shu 5 ga chiqib olganlar ular o'ladi atugin. Ammo ular o'ziga tushliq bir gap Facebookda bir gap qiziqarli kelgan.
ko'rikdan eshikimiz yetib olganda taxiylarimiz cho'ng bo'ladi deb bir gap chiqarib ketgan to'q. Shuningdek, ular uylayotganmi, o'shani izbisar qilib boshdan chiqib aytadi degan gap. Ya'ni o'xshash ham chiqaradi degan gap. Ham buning uchun qanday qilish kerak degan vaqtda o'zimizni ravs bir sinab qilib, tekshirib, o'zimizni yerib operatsiya qilib, uning keyin turib tura, biz nima ish qilib kelmaymiz. Endi agar haqiqiy samimiy bo'lsa, nima ish tashkilotlar birlashamaydi. Tashkilotlar ko'p xil bo'lgan, to'g'ri. Ammo ko'p xil bo'ldi deb jiqilib ketganmi? Adamdek bir har bir tashkilot ikki odamni ravs ishiltalasa, 24 soat, xizmat ishlayotganda 8 soat ishiltalasa kunlikka. Uning keyin u tashkilotning kuchi bo'ldi, unumi bo'ldi degan gap. Shu anda masalan hozir bizningki tashkilot eng chong tashkilot deymiz endi do'q bor endi 30 bolasini qo'shganda xil chong tashkilot endi. Ularning bu shu 10 odamni Uyg'urlarning maoshlarini ishiltadimi? Shu bu yerdan tilab topgan pul bilan uni talishib yetkazolmaydi bir-birisi bilan urushib qilyapti. Shu indigenous people deb u Xitoy 1980-yildan boshlab madaniyat Uyg'urlarning madaniyati bu indigenous people deb elib kelayotgan pulni bular o'zi Xitoy ne vaqtdan topib elib kelayotgan pulni mali endi elib olgan xo'sh degan gap-da. O indigenous people deb enig oldirsangiz sizning BDTdan nurg'un pul yurdi degan gap, ularning madaniyatini qo'g'daysan. Bakadimika Appa Xo'janing mozorlarini yangilab qo'ymadi ular Xitoylar. Bakadimika ba'zi narsalarni yangilab qolgan narsalar u olgan mablag'ninki 3%ni Uyg'urlarning madaniyatini yangilash qilsa, qolgan 90% ni Uyg'urlarni besishga yoki ularni o'zining taraqqiyotga ishlatadi degan gap. Hech bo'lmasa kallasi yo'qlar oshni ishlatsin, oshadan olgan inidan pul olgan pulni 3%ni oshni hamma madaniyat jili qilib bekitganda madaniyatga mandan mablag'sa do'ppidan 10 ni oldim, ishtandan 12 ni oldim keldim degandek-ku. Oshni oldim deb oshni 3%ni ishlab, qolgan 97%ni adamdek bir yerga ishlatsin. Degan gapda uningki u yana o'ynab hisobini chiqarolmay, shuning bilan uning hisobini chiqarolmay texe. Shuningdek, ya'ni tepkasi gap tular eng oxirida o'zimizningki shukurpen texnikaga qurollanmasak, mening o'ylaganimda 10 yil deb o'yladim, 5 yil qolmay biz Uyg'urlar g'altaga chiqib qolamiz degan gap. Boshqanda Uyg'urlar uyqumiz echib, bizimiz zamoniy fan texnika mablag' serish uchun diasporalik Uyg'urlar buning millat oldik bir haqqimizni majbur ado qilib, jiddiy shaklda bu jiddiy bir o'yinish tegishmas ekanda. Hozir balkim bir necha odamlarni yig'ib ekranga chiqibchi bu vaqtda bir millatga ishonch basa. Hozir balkim voy bizga unda asa yo'qolmaymiz, 60-yillardan tortib hozirgacha ko'chlarni chingdab, vaqirab namoyish qilib keldik, yo'qoldikmi deydi. O'xshamaydi bu yil. Bu 2014dan boshlab hozirgacha taraqqiyotlar bundan keyingi taraqqiyotniki u keyingi 100 yilning taraqqiyotini tuziladi degan gap. Shunga shu 2014dan burungi 100 yilni eling, bundan keyingi 5 yildan tanglab qoladi degan gap. Mandat taraqqiyot degan gap. Shu mening bayatdan g'altaga chiqib qolamiz degan yerim shu. Bizda shahar soat o'qiyotganlar ilham bor degan gap. Shu endi buni taraqqiyot qilish uchun ma resimni cho'diga yoqdi men AIdan foydalanib yasadim degan. Buni birdam jiqi qaysh ketaman, birdam yasam bir tarafiga Xitoy bayrog'ini chiqarib qo'ydim, birdam uni Xitoyning do'ppisdek bir Kanshi xonning bir nimalar bor, beshak yeydigan. Ashdan chiqarib qo'ydi, birdam chiroyini anaga o'xshatib qo'ydi. Oxir aylantirib jurib mush bir tal chiqib qoldi, mana qilib qo'ydim endi. Shu bumi degan ashaga bizmi yaxshi o'tamaganligimiz sabab degan izlagan vaqtida. To'xtamay izlab bersak, ashnada bekali qo'ygandiki u. Hech bo'lmasa o'zimiz qilamiz-mi, ash taraf balani unumli ishlatsak bumi bo'lgan gap. Sen Xitoy shuna qilib olib o'tib ketdi-ku mana. U biz ko'zga ilmayotganlar hozir dunyo xo'jbo'lgan tashqiladi degan gap. Biz ash bizning atalarimiz unda kun betgan, bunda kun betgan deb degan bilan. Bo'ldi endi qolganni yana bir qilamiz, bayat buni qaytishish deganni. Ashnaga munosabatlikchi, ya'ni biz kvantum tonellish, uning keyin kvantum aloqalash deganchi, ashnaga munosabatlik narsa. Buning uchun vaqtda kvantum tonellish, masalan, bu uchun vaqtda hozircha texe elektronlarda va proton neutronlar, mana kvarklar yuz berdi, kvantlar yuz berdi. Bu uchun vaqtda sen bir tamg'i urgandan keyinchi, tamg'i olsangiz,
Aslında normalde ütenmeydi o mesela. İşte dolaptan sonra. Ama bu elektrolyzer yaptım. Bu yerden bir yere üteleydi şu. Yani bu neydi iş kılmış denge. Yani mesela siz bir yerde tursanız, aş tuğa yerdinizden bir adresini kirgizsanız şu, yukarı energiyadan aşağı bara alaysiz dengede. Tez suretde. Bunu misal qilib bersam aldın kedimiz. Ben davamlı misal alayım bunu. Bir sıbatta biz ders bizning hocamız bizni her zaman kuzatib turdi, her zaman ko'rali dedi. O sizning hocangni kameradan kuzatdim desam, yo'q, o'zi ko'rdi. Mesela biz meni kuzatgan bo'lsa, shu vaqtning o'zida yani boshqalarni kuzatadi. Sizning hocangni o'sha kvantum tonnellash deganini bildi-ki deb. Kuantum. Aşağıda bir vaqtda şuna tez suratda yana bir yerdan yana bir yerga ani shu o'zining kinosini ko'rsangchi, birinchi qismida chiqibchi, shu hozir qilmishi degan gap. Bas keyingi nimada shu kvantum nazariyasi, kvantum fizikasi haqida ayrim bir dars qilaylik bu narsani-chu. Chunki buni bir hozir eng chiqqan shu nima zamonda eng ko'z ko'ringan bir yangi texnika ekan, bu taraqqi qilayotgan mush haqidami bir boshdan bir kirib xalqimiz tushunch beraylik bu haqda. Unda olsa mumkin hozir. Anlamadım gapingizni. Ma hozir chiqdimi, chiqmaymi? Chiqmadi yaxshidan. Yo'q, chiqmadi. Albatta qilamiz-ku narsani. 3-video chiqmadi. O video haqida o'zingiz deb bersangiz. 3-videosi bundan. Asosliq nima aytadi degan vaqtda, mush quantum neurology, ya'ni quantum nervo texnikasi debchi. Quantum neuron deb inglizcha. Buning uchun degan vaqtda, buni nima qildi degan vaqtda, masalan, o'lib ketgan odamninki mengisini 3D deb, 3 o'lchamlik bo'shliq bor-ku. Aşınında skennerlab aşınındaki detalarını elib, onun bilan aşınlıklarda mevhum bir dünyada mevhum bir adam yasagan bo'ldi-chu. Yani xuddiliki bir o'yin o'ynaymiz-ku. O'yin o'ynagan vaqtda o'zimizningki kiyimlarni tanlaymiz, uni qilamiz, buni qilamiz degandek-chu. Aşınlık o'xshaydi. Ammo siz aşınlıkka o'zingizning neurolosini taqabchu, neuroningizni. Onun bilan siz uxlagandek taqaysiz, amaliyotda aşını nimani mashinaga chekiribchu. Aslında paranlıça alaysiz, mesela onu saqlab qo'ygan bo'lsa, saqlab qo'yasiz-ku. Bu nima foydasi bor degan vaqtda, mesela o hozir to'g'ri badan o'ladi, ammo ani o'lmas qiladi degan gapda hamda o'lmaydi degan gap. Menga yo'qolmaydi degan gapda u. Ya'ni chunki bir narsa siz bir narsa paydo bo'ldimi, u yo'qolmaydi. Siz garchi juvetsangizmi hamda sizningki siz o'lgandan keyin sizning uchurlaringiz sizdan ketmaydi degan gap. Ya'ni bor degan gap dunyoda. Endi ashuncha degan vaqtda ashni skennerlash orqali sizdan so'zlashadi. U degan taraqqiy qila oladi degan gapda endi. Chunki odamningki kallasida bor narsa bizning shu odamiylik islomdan boshlab hamma uchurlar borchu bizning kallamizda. Uni faqat qo'zg'atish masalasi bor degan gap. Qo'zg'atilgan vaqtda ondan chiqadi degan gap. Qo'zg'atilmasaq chiqmaydi degan gapda. Aşı yaxshi ish bo'lsinmi, yomon ish bo'lsinmi, hammasi saqlanib turadi degan gap. Bu biz avloddan avlodga mangadi degan gap. Endi buni degan vaqtda buni oladigan vaqtingizda siz keyinga qaytirib, ash uchurlar orqali yangi uchurlarni yasay olasiz degan gapda endi. Masalan, 10 yillik Adrianjanninki ish faoliyatining hamma detalarini yig'ib, keyingi 10 yillik kelgusi 10 yillik Adrianjanni yasalaymiz degan gapda endi. Bu manda texnik degan gap. Hozir shuni qarabda, buni shuni git bar degan gap hozir. Ani bu texnika ma'lum deganimda, bayat nima 2050-yilga borganda, uning kendidan 2030-yilga borganda balkim boshqa hamma damilik bildigan narsaga aylanib ketishi mumkin. Anqchi kim qo'l tuta olsa shu kuchli bo'ldi debchi. Mana hozir shuningki urush bilan bo'layotgancha ba'zilar sunniy qilib qarashlar borchu. Hozir men deganimni qilish qarashlar bor degan gap. Qarashlar bilan shuni qildiganlar bor degan gap. Shu orasida urushyotgan gapchi hozir. Ashni qaysi ammo qilish qarash turganlarmi ash texnikani egilesh nimasi bor, arzusi bor. Chunki uni egilib ol degan gap hamma insonlarni qo'lga keltirdingiz degan gap. Dunyodagi butun insonlarni o'zingiz qul qildingiz degan gapda endi.
Rahmat, bu söhbət yaxşı söhbət bo'ldi. Bo'lmishlarga fan texnika yangiliklarni hozir biz yashayotgan davrda nima yangiliklar bo'lyotdi, fan texnikada dunyo qayoqqa qarab ketyotdi, ilm fan sohasida mushunda program bo'lib qolsa davomli taqdim qilsangiz, xalqimizmi bilmaydigan narsani biladigan gap, qiziqmaydigan narsa qiziqadigan gap, mush orqali xalqimizmi nervisi qidiqlab, yangilikqa, fan texnikaga, ilm fanga bo'lgan bir qiziqishni qo'zg'ab qilishga bir his qo'shgan bo'lsangiz, qolgan nima bo'lib qolsa kelar qatim yana suhbatlashamiz. Mumkin bir nima borda siz nima qildigan. Masalan, sizlarning bu sunniy aqldan foydalanib, biz sunniy aql sohasiga azroq Uyg'urlar yurish qilish kerak. Masalan, ChatGPT boshqa har xil nimalar biz Uyg'urcha bir narsani uchurlarni kirgizish orqali ashlarniki uchur omborlarga Uyg'urcha narsani kirgizish kerak dedingiz. Bu haqiqatan bir yaxshi bir taklif tavsiya. Men xil nima qilaman-chu bunga sunniy aql bilan. Bir narsani yezib Mesela yaxshi e'lon qilingan maqolalar bir narsa kirgizib boqaman. Ana Uyg'urcha bir necha ketgan so'rab boqsam, unga qo'lini chiqarib bermaydi-chu, u narsani. Turib ekan bu narsani kontrol qilinadigan-da. Ko'pincha shu Uyg'ur qirg'inchilik oyat, mushtar sezgur nuqtalarni men yo'llab o'tgandan mangdi bu narsa. 2-3 kundan keyin yana so'rab boqsam, o'to'g'ri kuchir tepilmay qolib qoldi-chu. Shuni qaraganda bu sunnatga o'xshaydi. Bunun bir oldini ağıl bulamdığanda bu narsa qanday qilsak hamda shu uchurlar qarshi taraf saqlanib qolishninki bir yo'li bormi? Bu bir nuqta. Ikkinchisi, men Xitoyniki depsek appni tushirib boqmadim telefonimga. Men telefonimda hech qanday Xitoyning appini ishlatmayman. Mayli WeChat bo'lsin, mayli ma TikTok bo'lsin, ma depsekni tushirib olsam uchurni o'g'irlaydi ekan degandan yo'q, men butun Xitoyning appini ishlatmayman-da hamda. Müştiyatın tavsiyeleriniz var mı? Xitoy işletmesi uğurlanması için telefonumuzdan buna qo'shim tushiradigan bir narsalar bormi? Bunun qiliqi ba'zi shirkatlarcha hozir xiljiq davlatlar cheklayapti emasmi? Ammo yana ba'zi shirkatlar uchurning o'g'irlanishining oldini elib turib ishlatadigan shaklni o'ylanadi hozir. Ba'zilar bozorga soldi-chi, masalan, Pilet ismini unutib qoldim, bir AI texnik şirketi vardı. Aşının yüzünün var da, P bilan başlayan bir isim vardı, uzun bir isim. Aşçı diye vaqtda DeepSeek'ni yüzününki nimasiga o'rinlashtirib oldi-chi bu. Yüzününki shu AI'ning mashinasiga o'rinlashtirib oldi. Bu diye vaqtda bu uchurni ayonga yetkazib bermaydigan, ammo uchurni kirgizsa javobini chiqarib beradigan degan shaklda. Uni qanday qildi men uqmayman uni. O'zi e'lon qilgan vaqtda bizning uchurlarimiz 100% ular nima ketmaydi debchi. Ashunda birlashtirdik deb e'lon qildi-chi ular. Endi rost shundami, rost emasmi uni uqmayman degan gapda endi. Musani yaxshi bildiganlar qilib qolsa, bu vaqtda bir program qilib bersa, yamiz bir narsa yezib e'lon qilib ekan-chu. Shu kuch qilib boqalayli deb qilgan bilan yozg'inimiz bekor ketganda narsalarnikini. To'g'ri. Ya umumiy Uyg'urlardan bir ashunday nima shirkat qarshi bir imzo to'plamdiq yoki nima uchun shu Uyg'ur qirg'in dunyoda o'nda ortiq e'tirof qilib qo'ygan, hatto gollarni fuqarolar sotmaydi kimsimi? Xitoyni Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik, inson qarshi o'tkazib turib sotmam hukmlarim borda hamda. Ashta tursa nima uchun bu sunniy aql bu narsani inkor qiladi, e'tirof qilmaydi? Bundan bu sunniy aql ma'lum bir hokimiyatni ishlamdi, nima uchun Uyg'urlarniki nimasi hurmat qilmaydigan asosda bir xat yozib umumiy bir imzo to'plashni bo'lmaydi. Nima ish bo'lmaydi degan vaqtda u haqsiz u. Haqsiz bo'lgandan keyin uni siz birini bermaysiz degan gap. Ishlasang ishlatmasang ishlatma deydi. Agar haqli bo'lgan bo'lsa, balkim to'xtamnomiz bo'ldi-chi uningki. U vaqtda uningki endi menda to'xtam bor ekan meningda deb to'xtamni qilib turib destek qilib turib o'zingizga pul to'lagandan chiqarib bermaysan deyalaymiz-da o'sha chog'da. Ariz qilishingiz mumkin degan gap. Ammo u haqsiz bo'lgandan keyin haqsiz bir narsaga siz quyosh nima qilib meni qistiydi deylamsiz? Demaysiz degan gap-da uningda. Ras ma'noga shularga ChatGPT har xil turlaridan pul to'lab ishlatayotganlar, mushlar sezgur teamlarga diqqat qilib qo'yinglar. Men bu bekorga ishlatayotman hozir. Pul to'lab ishlatayotganlar shu promotion nimalar bor-ku. Bizim asosan o'qib ketmaymiz ularni. Ana shu qo'shilish deganlarga to'g'ri belgisi qiliblar men ketamiz. Ashdan bir o'qib qo'ygulik-chi. Men o'qimayman-da, o'qib qo'ygulik. Ya'ni
bir muhim nuqtakan, shunga pulliq setib ishlatayotganlar, chiq Uyg'urlar ishlatganda, masalan, cho'ng-cho'ng tadqiqot o'rinlari ishlatgan Uyg'ur chiqib ishlatadi bu narsani pulliqni. Aslında yesbaqlar o'zingning millatiniki beshagan bu qismatlar nima uchun bu sun'iy aql inkor qiladi, nima uchun chiqirib beradi, savol so'rasak degan narsani kirgizib nima qilib qo'yinglar. Haqiqatan pulliqlardimi, shunda ahvol mavjud ketgan bo'lgan bo'lsa, biz buningga oldingan bir tadbirni o'ylashimiz kerak. Pul to'lagan bo'lgan ekan, shuning uchun javob berishimiz kerakda, uningki oyligidan 40 yevro to'lab qo'yib, uningga bizga uchirga erishamisak, yavrini yozgan narsamizni ular 2 kundan keyin bizga chiqarib bermasa, o'sha yerda bu yolg'onchilik qilgan bo'ladi-da, uningki ilmga o'rmaslik qilgan bo'ladi. Bu narsani bir o'ylab boqadigan maslaka. Balki ma'liq kishiga vaqtingizda sizningki saqlagan nimangiz, sizning kirgizgan uchurlaringiz mancha vaqt saqlandi, mancha vaqtdan keyin jo'lib ketadi degandek bir nimalar bo'lishi mumkin-ku. Men uni jiqib ketmaydigan izlanib boqmagandan keyin. Endi bu sun'iy aqlni ham bexatarlik jihatini o'ylagan vaqtda diqqat qilish kerak. Haqiqatan diqqat qilish kerak. Chunki sizningki ya'ni hozir texnikalarchu hozir mengidan chiqqan to'lqinlarni o'qiy oladigan bo'lib ketdi hozir. Ya'ni sizningki nima o'ylaganingizda telefoningiz bilalaydi-chi hozir. Shu darajada bo'lib ketdi mana. Masalan hech nima telefoningizda hech qanday birini izlamaysiz. Masalan siz xiyolingizda bir narsa qilib qo'ymasan, bir Toyota mashinadan birini ag'im bor deb o'ylang. Siz qarasangiz telefoningizga ashna Toyota'ning mashinalarining e'lonlari chiqib qolishi mumkin endi. Yoki bo'lmasa YouTube'da mashinalarning nimalari videolar chiqib qolgan. Masalan, bir narsa izlab qo'ysak, masalan, YouTube'da bo'lib qolsa, nimalarda bir ikki ta uchur izlab qo'ygan keyin bir hafta to'xtamashdan narsa chiqib oldi ekan hamda. Shu. Bu narsami nerv orqali o'ylagan narsa balki ashta bo'lsa, narsami jiroq emas degan gapda, ko'rgan to'g'ri jiroq emas degan o'xshash. Masalan, bir savol va ekanda, bu narsa juma o'tgan payshanba kuni qilgan programmamizda chorshanba kuni payshanba kuni ishlab qo'y. Dunyoda. Çünkü tuyuqsizning ishini chiqqanlik uchun program to'xtatib turgandik. Shu vaqtida bolalar yozgan inkas ekandik. Mush inkas o'qiyotay bir savol shunga to'xtaylikda. Sun'iy aqlning xatirini azaytish uchun davlatlar qanday tadbirlarni elayotdi? Bir necha yil ichida sun'iy aqlning taraqqiyoti qaysi darajaga kelishi mumkin? Bizga hozir va kelgusida bo'ladigan xatar qaysilar? Mush yoqda savol so'rab bergan bo'lsangiz deb qarashimiz qoldirib qo'ysin. Kelgusida qanday bo'ldi, xatar qaysilar deganni bayatni deb bo'ldim. Endi 5-lik yilga o'tib davlatlar hech qanday bir nima qilmadi deb. Chunki urushyapti deb. Kim g'alaba qilib birinchi bo'la olsa, u qonunni yo'l qo'ydi. Yoki kuchliklar birlashib bir o'lchamni bekitdi degan gap. Masalan, alaylik 5-lik 10 davlat deylik, masalan, ashdan taraqqiy qilgan, masalan, Amerika, Yaponiya, Xitoy, ondan Rus, ondan Kanada, ondan Yevropada davlatlar degandek-chi. Ashlar birlashib turibdi. Bu sun'iy aqlga biz bir chek qo'ymasak bo'lmaydi ekan. Shunga buningga bir o'lcham bekitaylik, o'rtaq o'lcham bo'lsin. Buningga amal qilmaganlarni manda jazolaydi deb xuddi BDTga o'xshashchi. Ya'ni BDT asli shunda qurilgan-ku bumi? Xiloflik qilganlarni jazolaymiz, kirganlarni mukofotlaymiz degandek. Başında holatda texi kiplamizchi, chunki hozircha yoqda kim kuchli bo'lsa, shuning gapi gap degan gap hozirda. Shuning uchun yoqda hammasi urushadi degan gap. Balkim eng qisqa bo'lganda mush yilning oxiri bo'lmasa 2027 ga borganda buningga bir to'xtabdi. Bunda qilaversak bo'lmaydi ekan. Adamdek mandirlar buni asta-asta deyishi mumkin-chi. Vaqtdan bir belgilama chiqish mumkin degan gap. Masalan, eng oddiysi atom bombasi bor-ku. Buning atom birlashmasi bor-ku, nima atom kontrol qilgan birlashma. Bir atom bombasi bor davlatlar birlashib turibdi. Bularni boshlig'i taqatmaymiz, boshliq yassa ularni yo'qitamiz, boshliq etishga yo'l qo'ymaymiz degandek bir ma'no bor endi. Masalan, nimishki Iroq yasamaydi, nimishki Amerika uni qilaman, buni qilaman desa, boshqa gap qilmay turdi, chunki u tuzib qo'ygan qoidasi bor ularniki.
Shunda bo'lsa tuzib endi u qoida buzilish boshladi atom bombasini yasash. Shunga Xitoy qarshi tek birim ta'minlab berdi o bombalarga yasalgan degandek. Aşında bir seviyeye yetken vaqtda bu AI'ning sun'iy aqlningmi yoki kvantum texnikalarning muayyan bir nimasi bo'ldi-ku. Aniq cheklimasi qonun tuzildi-ku bular insonlar yuziga. Turibdi buni bunda taraqqiy qildirib aniq yaxshi bo'lmay qolishi mumkin, yaxshi bo'lishi mumkin. Hozircha sen sun'iy aqlningki taraqqiyoti aniq insonlarga ziyonliq deyotganlar professorlar yo'q emas barcha. Aşning uchun kurash qilayotgan tashkilotlar yo'q emas bar. Endi deyapti, yo'q, unda bo'lmaydi. Chunki uni biz yaratdik, bizda yutab ketolmaydi. Xuddi bizni yaratgandan biz yutab ketolmagandek degandek. Deb anda o'ylab turib, ular o'zini taraqqiy qildirish, o'zini atib o'tganlar borchu. Masalan, Elon deganliklar degandek. 5 kelganlar degan gap. Endi Meta degandek. Undan keyin shirkatlardan yenib chiqqan professorlar borchu. Turibdi bu insoniyatga ziyonli bo'ldi, buni bunday ketaversa Şun bunu kontrol qilishimiz kerak deb, proyektni yenib chiqqanlar professorlarni qiljaqchu. Shu ağaçlarning qarshilik harakati bilan ularningki nimasi birlashib, uninki bir ilqinim kuch hosil qiladigan vaqtda turibdi, ishkanninki qarshilarni qo'llaydiganlarningki o'rtaq bir nuqtasini topaydi debchu. Bu vaqtda andan bir ağaçni sun'iy aql to'g'risida bir qonun yoki qoidalar chiqishi mumkinchu. Hozir kimning kuchi yetsa shu Kimning kuchi esa shu chamg'u jilalaydi degan gapda endi. Masalan, kvantum texnikasida Xitoyning olgan patent huquqi butun davlatlarni yig'ib kelsa jiq chiqadi-ku. 3000 patent huquqi bo'ldi degan gap. Unda olsa bugungi suhbat programmamiz mushayishi bo'lsin. Boshqa yana kelar qatimda yana yangi temalarni yana o'tirib qo'yamiz. Rahmat. Qavuljon sizning vaqtingizni chiqarib, xalqimizga yangi texnika bilimlar bilan uchrashtirganingizga ikroqda qarindoshlar hammanglarga ko'p rahmat. Post programmani taqib qo'ygan texnika qarindoshlar ko'rsin. YouTube hisobotimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yana to'g'ri ikroqda ko'radigan qarindoshlarimiz programma nisbatan o'zingizga teklif fikrlarni olib qolsa, har zaman inkas shaklida yoki mamlakat aloqasi desanglar bo'ladi. Programma texnik yaxshi chiqish uchun har vaqt sizlarni qo'llab-quvvatlashingizga ehtiyojimiz bor. Undan boshqa o'sha ilm fan sohasida har qaysi kasblarda o'qib qimmat yaratgan, yuqori o'rin ishlayotgan qarindoshlarimizning millatimizda ilm fan bilimlar bilan uchrashtirish uchun sizlarning millat oldidagi bir mas'uliyatingizni ado qilish uchun programmamiz orqali xalqimizni ilm fan bilimlariga uchrashtirish uchun leksiya berishinglarga tavsiya qilamiz. Biz rahmat bilan suhbatimizni oxirlashtirdik. Kelanki soatda ko'rishaylik. Hammanglar Allohga omonat. Bo'ldi desa, qolganini yana bir programmamizda ko'rishaylik. Xo'sh, Allohga omonat. 2025 yuqori texnika va Uyg'urlar yili bo'lishga har birimiz o'zimizning kuchini chiqaraylik. Inshaalloh, rahmat. Xo'sh, endi hozirgi video orqali qisqa tushuncha bersangiz hamda. Yani bunun için de vaqtda shu kvantum texnik, kvantum ders so'zladim, oldin qaytdim so'zladimmi? Kvantum